Assalomu alaykum hammaga. Bugun dars temamizni 102-elementi Nobeli bilan tanishamiz. Nobeli Alfred Nobel sharafiga qo'yilgan atom raqami 102 bo'lgan kimyoviy elementdir. Nobeli Na belgisi bilan ifodalanadi. 1957-yili amerikalik olim Albert Gorso tomonidan kashf etilgan. Xarakteristikasini ko'radigan bo'lsak, atom raqami 102, atom massasi 259, normal sharoitda Nobeli qattiq, rangi noma'lum, klassifikatsiyasi metall, elektromanfiyligi 1,2, qaynash temperaturasi noma'lum, erish temperaturasi 1100 Kelvin yoki 827 Selsiyda bo'ladi. Zichligi noma'lum. Bu yoqda ko'radigan bo'lsak, Nobelida kimyoviy belgisi Na, atom tartib raqami 102, nisbiy elektromanfiyligi 1,2, atom massasi 259, elektron konfiguratsiyasi 5f13 7s2 ni tashkil etadi. Bu yerda 5f14 deb noto'g'ri yozilib qolgan. To'g'risi 5f13 7s2 ni tashkil etadi. Tasvirini ko'radigan bo'lsak, ushbu kimyoviy elementning tasviri mavjud emas. Endi atom tuzilishini ko'ramiz. Atom tuzilishida 102 ta elektron bor. Mana shu 102 ta elektron atomda to'xtovsiz harakatlanadi. Ko'rishimiz mumkin. Endi atom markazi proton va neytrondan tashkil topgan bo'lib, 102 ta protoni bor va 157 ta neytrondan tashkil topgan bo'ladi. Bugun Nobeli haqida o'rganadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Rahmat hammaga.